Antifosfolipid sindrom tashxisi qo'yilgan ayol o'zi tabiiy yo'l bilan tug'sa bo'ladimi yoki kesar qilish kerakmi degan savol qoldirilibdi. Antifosfolipid sindrom deganimiz bu qon tomiri kasalligi hisoblanadi. Bu autoimmun kasallik, qon tomirida devoridagi antifosfolipidlarga nisbatan organizmda reaksiya hosil bo'lib qoladi. Natijada o'sha antifosfolipidlarni organizmda o'zi yemirib qo'yadi va mayda qon tomirlarida trombozlar yuzaga keladi. Ya'ni tromboz deganimiz qonni quyuqlashib, tiqilib qolishi. Natijada bu antifosfolipid sindromda homiladorga zarar tarafi bu homilaning rivojlanmay qolishi, yuragini to'xtab qolishiga olib keladi. Bu holatda endi antifosfolipid sindrom bo'lsa, oxiri nima bilan yakunlanadi? Ya'ni ayol o'zi tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'adimi yoki kesar bo'ladimi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, bunda homilaning holatiga qaraladi. Ya'ni homiladagi qon oqimiga qaraladi. Buning uchun Doppler qilib ko'riladi. Dopplerda qon oqimi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, homila gipoksiyasi bo'lmasa, bemalol o'zi tug'sa bo'ladi. Agar qon oqimi buzilishi bo'ladigan bo'lsa, buzilishi ham endi og'ir buzilish bo'lsa. Sababi muddat kattalashgan sari yo'ldosh ham qariydi, u yerda qon tomirlari ham qariydi, yengil buzilish katta muddatlar uchun norma sanalishi mumkin. Shuning uchun ham og'ir buzilish bo'ladigan bo'lsa, kesar qilinadi. Agar yengil buzilish bo'ladigan bo'lsa, uni bemalol tug'ruq yo'llari orqali to'ldirib olsa bo'ladi.